Assalomu alaykum hammaga. Germaniya Life Akademiyasi obunachilari, mana bugun yana bir o'quvchimiz nemis tilidan B1 sertifikatini qo'lga kiritdilar. Kelinglar hozir o'zlaridan B1 sertifikatini qo'lga kiritganliklari haqida qisqacha taassurotlarini so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum Musoxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nemis tilidan B1 sertifikatini qo'lga kiritishingizda qanaqa qiyinchiliklarga duch keldingiz va ularni qay tarzda yengib o'tganingiz haqida qisqacha aytib o'tsangiz? Albatta, nemis tilini o'rganish jarayonida boshidagi 2 oy men uchun ozgina qiyinroq bo'ldi. Bu qiyinchiliklarni yengib o'tishda menga ustozim juda ham yaqindan yordam berdilar. Bu qiyinchiliklar yangi so'zlarni yod olish hamda intizomli bo'lish. Lekin men bu qiyinchiliklarga qaramasdan nemis tilini o'rganishda davom etdim. Ha do'stlar, har bitta tilda o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Nimaga aynan Germaniya Life Akademiyasini tanlagansiz? Bu yerdagi o'zining konsalting xizmati hamda zamonaviy metodikalar asosida dars o'tuvchi malakali o'qituvchilar meni lol qoldirgan va boshqa o'quv markazlarida o'qishdan ko'ra Germaniya Life Akademiyasida o'qishni afzal ko'rganman. Azizlar, eng qiziqarli joyi, eng hayratlanarli joyi shundaki, Musoxon Shprexendan 93% qo'lga kiritganlar. Ayni damda ko'plab o'quvchilar Shprexendan bu natijani qo'lga kirita olmayotgan bir paytda bular 93% olganlar Shprexendan. Qanaqa qilib 93% olganligingiz haqida ham aytib o'tsangiz? Albatta, o'ylashimcha bunga bu yerdagi o'quv markazidagi nemis tili muhiti hamda mening malakali o'qituvchim Bayan ustoz sababchi bo'lganlar. Ularga juda ham kattakon rahmat aytmoqchiman va ular mendan doim nemis tilida gapirishimni talab qilganlar. Bu uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat Musoxon, keyingi ishlaringizda rivoj tilaymiz. Siz ham shu kabi A2, B1, B2 til sertifikatlarini qo'lga kiritishni xohlasangiz, Germaniya Life Akademiyasida doimo sizni kutib qolamiz. Kurslarga yozilish uchun izohlarda + belgisini qoldiring.